sobiq prezidentimiz Islom Karimov viloyat hokimimiz, sobiq viloyat hokimimiz Hakimberdiyev ishdan oladigan bo'ldi. Shunda Hakimberdiyev prezidentga aytdi. Men mayli ishdan ketaman, lekin Surxondaryoni shu ahvolda kelib qolishiga men o'rinbosarlarim ham katta hissasi bor. Shuning uchun hammamizni ishdan oling deb edi. Shundan keyin Islom aka viloyat hokimiyatidagi bitta chuqurchiq qolmay hammasini ishdan olib yo'qotib edi. Shundan keyin keyinroq Baxtiyor aka keldi. Baxtiyor familiyalari ham hozir esimdan chiqdi. Baxtiyor Olimjonov edi. Surxondaryoni juda bir gullatib yashnatgan odam edi shu odam. Ona Surxondaryo tarixida qoldi, u bechorani ham uyushtirib ishdan olib yuborgan edi. Mana shuning uchun oliy suddagilarni birin-ketin yo'qotsa, hammasini ishdan olsa, yangi rahbar yemin erkin ishlaydi. Bu yangi rahbarni ham bular paraga o'rgatishga harakat qiladi. Meni fikrim.